Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahri Rayhon bozorining yanında. Bunda Gidra Oks avtodorojniy yanımız stadiona chiqadi. Plastika do'kon Mirza Gamburg. Şeyda 4 qavatli domimizda 3-qavatida 2 xona, yangi ta'mirdan chiqqan. Shundan dars chiqamiz, esa yetdik. Aziz yurtdoshlar, 3-qavatga keldik. O'tganning 2 xona yangi ta'mirdan chiqib turibdi. Eshiklarimiz yaxshilab qo'yilgan. Utopiyonni yine. Bismillahirrahmanirrahim. Так. Girebilirsiniz. Prikojimiz yine. Laminat basılgan ekan 100%. Devorlarımız aboy. Потолокimiz plastik. Oppoq obshipka qo'yibdilar ekan. Doğrumuzda kuxnya, bu yanımızda sanuzel, bu yanımızda zal, to'rimizda spalniy. Bu yerni ishli-deshli bo'lgan bu, dinlatib, shuni prigorodga tashladilar, qo'shira deb. Dinlatibdilar xonalarni. Zalni ko'ramiz. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yibdilar. Üstüne kıstırdılar. Devorlarni qo'sha uribdilar. Aynen eshiklarni kraska urib, отопление, registr, cho'yin bor ekan. Bu yanımızda açık balkon. Laminat ayakti. Bir yerimiz spalniy. Spalnimiz 560'a 280. Lustra kıstırılgan. Devorlar boyatilgan. Registr cho'yin tashalangan. Eshikimiz almasgan. Bu yerda mana shunday rozetga tashalangan. Sanuzel 180 kafel urilgan. Balandligi yuqorimiz plastik obshipka akkuratni yetilingan. Rasimiz kafel. Oshxona, kuxonli mebel bor ekan. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q bu yerda. Gaz plitamiz ham bor ekan normalizatsiyada. Otopiyni ham shunday o'rnatilgan ekan. Bahasini 335 milyon so'm dedi. Üstünde şimdi selgine gelişip beriladi ekan. Yangi ta'mirdan chiqib turibdi. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, shu nomerga chiqib murojaat qilaverasizlar. Keyingi roliklar ochiladi. Sog'lom bo'ling, ishlariniz omad.